Mehmon kelar eshikdan, rizqi kelar teshikdan deb bekorga aytishmas ekan. Bugun yana bir bor shunga amin bo'ldim. Ertalab vohli 7da turib, uyim uborkasidan boshladim. Bilasizlar, tozalik ostonadan boshlanadi deyishadi dono xalqimiz. Ishlarni tugatib, oshxonamga yugurib kirib bir nimalar pishirmoqchi bo'lgandim. Bir ikkita narsalar tugyapti. Bor narsalarni gazga qaynatishga qo'ydim. Orada obedga ovqat qildim. Bolalarni bog'chadan, maktabdan olib keldim. 2 xil salat bilan qorin to'yarmidi deb ovqat qilaman desam, na yo bor, na go'sht. Srazi korzinka-golga kirib, salatga, ovqatga kerakli narsalarni zakaz qilib yubordim. 1 soatda svejiy holatda uyimga tashlab ketishdi. Hozir korzinka-go'da 11 munosabati bilan zo'r skidkalar e'lon qilishgan. Agar xaridinglar 250 mingdan oshsa, dastavka mutlaqo bepul. Dastavkam kelishi bilan uzoq kutilgan mehmonim ham kelib qoldi. Men unga kelishingda issiq non olib kelganda, non o'rniga mandarin bilan limon ko'tarib kelibdi. Tavba, non olish shunchalik qiyinmidi deb, san hali shoshmay tur deb hamma ishni o'ziga qildirdim. Lekin rosa mazza qilib o'tirdik. Kech bo'lganini ham sezmay qolibmiz. Shu bilan aeroportga kuzatib bordik Seulga. Sizlarning ham shunaqa yaxshi ko'rgan jiyaninglar bormi?